28-fevral 1-semana 2026-yil 9-misol. Demak, bizga geometrik progressiya berilgan. Kamayuvchi geometrik progressiya B1, B2, B3 uchta hadining dastlabki uchta hadi yig'indisi 19 ga teng. Dastlabki uchta hadi kvadratlari yig'indisi 133 ga teng bo'lsa, dastlabki 5 ta hadi yig'indisini hisoblang degan misol. Ana endi bundan o'sha Fn formulasidan foydalanadigan bo'lsak, ya'ni B1 qo'shilgan B2 qo'shilgan B3 19 ga teng. Buni Sn formulasiga qo'ysak, demak B1 ko'paytirilgan 1 minus qning kubi taqsimda 1 minus q teng 19 ga. Endi B1 kvadrat qo'shilgan B2 kvadrat qo'shilgan B3 ning kvadrati teng 133 bo'lsa, buni ham geometrik progressiya qo'yadigan bo'lsak, birinchi hadi B1 kvadrat 1 minus, endi bu q kvadratga ko'payib borgani uchun q kvadratni kubi qning 6-si 1 minus q kvadrat teng 133. Ana shu ko'rinishga keladi. Ana endi biz yuqoridagi qatorni pastdagi qatorga bo'lib yuboradigan bo'lsak, bizga B1 1 minus qning kubi, buni oldiga 1 minus qning kvadrati ko'tariladi. Mahrajda 1 minus q B1 kvadrat 1 minus qning 6-si tushadi. Demak, 19 bilan 133 qisqarsa 133 1 taqsim 7 ko'rinishga keladi. Ana endi ana bu B1 bilan bu yerdan bitta B1 ketadi. 1 minus q bilan 1 minus qni kvadratini qisqartirsak 1 plus q qoladi. A minus B A plus B formula. Bu yerda ham A minus B A plus B formuladan foydalansak, mahrajda 1 plus qning kubi qoladi. Ya'ni qolganlarini yozib oladigan bo'lsak, suratda 1 plus q mahrajda B1 ko'paytirilgan 1 plus qning kubi teng 1 taqsim 7 ga. Qisqa ko'paytirish formulasidan 1 plus q taqsim B1 ko'paytirilgan 1 plus q 1 minus q qo'shilgan q kvadrat ko'rinishiga olib kelsak, demak 1 plus q bilan 1 plus q qisqarsa, proporsiya ko'rinishda yozib oladigan bo'lsak, ana bu yerdan, demak B1 1 minus q qo'shilgan qning kvadrati barobar 7 ga. Qasam chiqsak, B1 ayrilgan B1 qo'yimiz B2, B1 q kvadratimiz B3 barobar 7 ga. Bizga yana bu yerda o'zi berilgan ifodamiz bor edi. Ya'ni B1 qo'shilgan B2 qo'shilgan B3 19 ga. Pastdagi qatordan tepadagi qatorni ayirsak, B1 bilan B1, B3 bilan B3 ketadi-yu. 2 ta B2miz barobar 12 ga, B2 miz barobar 6 ga. B2 6 ga teng bo'lsa, demak B1 qo'shilgan B3miz 13 ga teng bo'ladi. Ana endi buni soddalashtirsak, yana ozak topsam ham bo'ladi. 9 6 4 mi? Demak, birinchi hadimiz 9, ikkinchi hadimiz 6, uchinchi hadimiz 4. Ya'ni quyimiz nimaga teng? 2 taqsim 3 ga teng. Quyimiz 2 ta. Endi bizga aytganki, dastlabki 5 ta hadi yig'indisini top degan. Demak, dastlabki 5 ta hadini yig'indisini topadigan bo'lsak, S5 barobar B1 ko'paytirilgan 1 minus qning 5-si taqsim 1 minus q. Endi hisob kitob qilib o'rnaga keltirib qo'yamiz. Demak, B1 ning joyiga 9 1 minus qni 5-si, ya'ni 32 taqsimda 243 mahrajda 1 ayrilgan 2 taqsim 3. Demak, 9 ko'paytirilgan 243 uning mahraj beradigan bo'lsak 1 ga, 243 dan 32 ketsa 211 mi? Demak, 211 taqsim 243 1 dan 2 taqsim 3 ni ayirsak 1 taqsim 3. Ana endi 9 ko'paytirilgan 211 taqsim 243 1 taqsim 3 teskari bo'lsa, ko'paytirilgan 3 bo'ladi. Demak, 9 kara 3 27, qisqaradigan bo'lsa 211 taqsim 9. 211 ning ichiga 23 ta bormi? 23 ta bo'lsa
Xo'sh, 180, 207 23,9 dan 4. 23,9 dan 4 javobi B javobida bor. Buni boshqa xil usullarda ham ishlasa bo'ladi.